Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 3 oylik qo'shimcha to'lov degan xabar kimlarga tegishli? Avgust oyida pullarni kim olishi mumkin? Kimlar esa kutmasligi kerak? Bu ma'lumotni diqqat bilan eshitib chiqing. Chunki ko'p odamlar aynan shu joyda xato qiladi. Menga ham pul tushar ekan deb kutadi, lekin hujjati to'liq bo'lmaydi, ro'yxatda bo'lmaydi yoki umuman bu to'lov unga tegishli bo'lmaydi. Men bugun sizga hammasini oddiy tilda, misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kim ariza topshirish kerak, kim esa shunchaki tekshirish kifoya ekanini tushuntiraman. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamlarning real puliga, oilaviy byudjetiga va vaqtida hujjat topshirishga ta'sir qiladi. Asosiy masala shuki, qo'shimcha to'lov deganda hamma bir xil narsani tushunib olmasligi kerak. Pensiya bo'lishi mumkin, nafaqa bo'lishi mumkin, bolalar puli bo'lishi mumkin, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan yordam bo'lishi mumkin yoki biror tashkilot, mahalla, jamg'arma, ijtimoiy himoya tizimi orqali ajratiladigan kompensatsiya bo'lishi mumkin. Shuning uchun men birinchi navbatda qoida va mantiqini tushuntiraman. Pul kimga avtomatik tushadi, kimga ariza asosida beriladi. Kimning to'lovi to'xtab qolishi mumkin va kimlar avgust oyida 3 oylik summani bir yo'la olishi ehtimoli bor. Oldin ko'p ijtimoiy to'lovlar bo'yicha odamlar mahallaga borar edi, ariza yozar edi, oilaviy holati tekshirilar edi. Daromadlari, uy-joyi, farzandlari, nogironligi, ish bilan bandligi kabi ma'lumotlar alohida ko'rib chiqilar edi. Ayrim hollarda odam bir necha marta borishga majbur bo'lardi. Bugun bitta hujjat yetmaydi. Ertaga bank kartasi kerak bo'ladi. Keyin pasport nusxasi, keyin bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, keyin turmush o'rtog'ining daromadi haqida ma'lumot so'raladi. Natijada to'lov kechikardi. Hozir ko'p jarayonlar elektron tizimlar orqali tekshirilyapti. Masalan, oilaning daromadi, rasmiy ish joyi, pensiya yoki nafaqa olishi, bolalar soni, doimiy yashash manzili, ayrim imtiyoz toifalari bazalar orqali ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni, chunki odam har bir idoraga yuguravermaydi. Lekin buning xavfli tomoni ham bor. Agar bazada xato bo'lsa, hujjat yangilanmagan bo'lsa, bank kartasi yopilgan bo'lsa, yashash manzili noto'g'ri turgan bo'lsa, odam men haqliman deb o'ylaydi. Tizim esa ma'lumot mos emas deb to'lovni ushlab qolishi mumkin. Mana shu yerda 3 oylik qo'shimcha to'lov masalasi paydo bo'ladi. Odatda bunday holat 3 xil vaziyatda uchraydi. Birinchisi, odam avvaldan to'lov olish huquqiga ega bo'lgan, lekin hujjat ko'rib chiqilishi kechikkan. Masalan, iyun oyida ariza topshirgan, lekin qaror avgustda chiqqan. Agar qoidada orqaga hisoblab to'lash nazarda tutilgan bo'lsa, unga iyun, iyul, avgust uchun bir yo'la pul tushishi mumkin. Ikkinchisi, to'lov vaqtincha to'xtagan, keyin huquq tiklangan. Masalan, bolalar puli yoki nafaqa biror sabab bilan to'xtatilgan, keyin tekshiruvdan so'ng odamning haqliligi tasdiqlangan. Shunda o'tgan oylar uchun ham hisob-kitob qilinishi mumkin. Uchinchisi, yangi qaror yoki qayta hisoblash bo'lgan. Masalan, nafaqa miqdori oshgan, minimum miqdor o'zgargan. Biror toifadagi fuqarolarga qo'shimcha koeffitsient belgilangan yoki oldingi hisob-kitobda xatolik aniqlangan. Bunday paytda farq summasi bir necha oy uchun alohida to'lanishi mumkin. Asosiy qism bin. Kim bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kim esa xavotirlanmasa ham bo'ladi. Eng avvalo, men buni aniq aytaman. Hamma avgustda 3 oylik pul oladi degan gapga ishonmang. Ijtimoiy to'lovlarda bunday umumiy qoida juda kam bo'ladi. Har bir to'lovning o'z sharti bor. Shuning uchun siz o'zingizni qaysi toifaga kirishingizni aniqlashingiz kerak. Birinchi toifa pensiya va nafaqa oluvchilar. Agar siz yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa olsangiz, avgustdagi tushumlarni albatta tekshiring. Nima uchun? Chunki ayrim hollarda pensiya qayta hisoblanadi. Masalan, odamning mehnat staji bo'yicha yangi ma'lumot qo'shilgan bo'lishi mumkin yoki nogironlik guruhi tasdiqlangan sanadan boshlab to'lov qayta hisoblanadi. Agar fuqaro may oyida hujjat topshirib, avgustda rasmiy tasdiq olgan bo'lsa, unga maydan avgustgacha bo'lgan farq summasi tushishi mumkin. Misol qilaman. Akmal aka 62 yoshda pensiyaga chiqish uchun hujjat topshirdi. U may oyining oxirida ariza berdi, lekin orqadan ish staji bo'yicha ma'lumot kech keldi. Pensiya tayinlash qarori avgust oyida yakunlandi. Agar huquq may yoki iyun oyidan boshlab hisoblangan bo'lsa, Akmal aka avgustda nafaqat bir oylik pensiyani, balki oldingi oylar uchun ham hisoblangan summani olishi mumkin. Biroq bu avtomatik ravishda har bir pensiya oluvchiga qo'shimcha pul tushadi degani emas. Bu faqat huquq avvalroq paydo bo'lgan
lekin to'lov kechroq rasmiylashtirilgan holatlarga tegishli. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan shaxslar. Bu toifa ayniqsa diqqatli bo'lishi kerak. Chunki nogironlik guruhi belgilanish sanasi, qayta ko'rik sanasi, tibbiy, ijtimoiy ekspertiza xulosasi va nafaqa tayinlash sanasi juda muhim. Masalan, Dilnoza opa iyun oyida tibbiy ko'rikdan o'tgan. Lekin hujjati tizimga iyul oxirida kiritilgan, to'lov avgustda ochilgan. Agar qarorda huquq iyundan boshlab deb ko'rsatilgan bo'lsa, u 2 yoki 3 oylik summani birga olishi mumkin. Lekin mana bu nozik joyini unutmang. Agar qayta ko'rik muddati tugagan bo'lsa, hujjat vaqtida uzaytirilmagan bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi ham mumkin. Keyin hujjat tiklanganda ham hamma oylar uchun to'lab beriladimi yoki yo'qmi? Bu sizning kechikish sababingizga. Tibbiy xulosaning sanasiga va amaldagi tartibga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun nogironlik bo'yicha to'lov oluvchilar avgustda banka kartasini tekshirish bilan birga o'z maqomini ham tekshirishi kerak. Uchinchi toifa. Bolalar puli va moddiy yordam oluvchi oilalar. Eng ko'p savol aynan shu yerda bo'ladi. Oila menga 3 oylik qo'shimcha to'lov tushadimi deb so'raydi. Men bunday oilalarga doim shuni aytaman. Avvalo sizning arizangiz qachon qabul qilingan? Qaror qachon chiqarilgan? To'lov qaysi oydan tayinlangan? Shuni aniqlang. Chunki bolalar puli yoki moddiy yordam odatda aniq muddatga beriladi. Masalan, 6 oy, 12 oy yoki belgilangan tartibdagi boshqa muddat bo'lishi mumkin. Agar siz iyun oyida ariza bergan bo'lsangiz, lekin avgustda tasdiqlangan bo'lsa, ayrim hollarda oldingi oylar uchun ham pul hisoblanadi. Lekin agar tizim arizani avgustdan qabul qilgan bo'lsa, siz iyul uchun pul talab qila olmasligingiz mumkin. Oddiy misol, bir oilada 3 nafar farzand bor. Ota vaqtincha ishsiz, ona uyda bolalarga qaraydi. Ular iyun oyida mahallaga murojaat qildi. Daromadlar tekshirildi. Bank kartasi kiritildi. Lekin qaror faqat avgust boshida tasdiqlandi. Agar to'lov iyun oyidan tayinlangan bo'lsa, avgustda 3 oyga yaqin summa tushishi mumkin. Lekin boshqa bir oila avgustning 10 kuni ariza topshirsa, ular avgustda hamma 3 oylik olar ekan deb kutmasligi kerak. Chunki ularning huquqi endi ko'rib chiqila boshlaydi. 4-toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Agar oila boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasiga murojaat qilgan bo'lsa, hujjatlar to'liq bo'lishi juda muhim. O'lim haqidagi guvohnoma, nikoh haqidagi hujjat, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi o'qiyotgan farzand bo'lsa, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma, vasiylik bo'lsa, vasiylik hujjatlari talab qilinishi mumkin. Bunday to'lovlarda ham tayinlash sanasi va huquq paydo bo'lgan sana farq qilishi mumkin. Agar hujjatlar kechikib tasdiqlansa, oldingi oylar uchun hisoblangan pul avgustda tushishi ehtimoli bor. 5-toifa ish haqi, stipendiya yoki tashkilot orqali beriladigan qo'shimcha to'lovlar. Ba'zan odamlar ijtimoiy nafaqa bilan ish joyidagi kompensatsiyani aralashtirib yuboradi. Masalan, ayrim tashkilotlar xodimlarga qo'shimcha ustama, mukofot, yo'l puli, ovqat puli, bolalar oromgohi uchun kompensatsiya yoki kechiktirilgan ish haqi farqini to'laydi. Bu davlat ijtimoiy to'lovi emas, balki ish beruvchining ichki hisob-kitobi bo'lishi mumkin. Agar siz xodim bo'lsangiz, avgustdagi 3 oylik qo'shimcha sizning korxonangizdagi buyruq, smeta yoki moliyalashtirish kechikishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday paytda mahallaga emas, buxgalteriyaga murojaat qilasiz. Kim xavotir olish kerak? Birinchi navbatda iyun-iyul oylarida ariza bergan, lekin javobni avgustda kutayotganlar. Ikkinchi navbatda to'lovi to'xtab qolgan va qayta tiklash uchun hujjat topshirganlar. Uchinchi navbatda bank kartasi almashgan. Pasporti yangilangan, familiyasi o'zgargan, yashash joyi o'zgargan, lekin bu ma'lumotlarni tegishli joyga yetkazmaganlar. 4-navbatda oilaviy holatida o'zgarish bo'lganlar. Farzand tug'ilgan, nikohdan o'tgan, ajrashgan. Boquvchi vafot etgan, ishga kirgan yoki ishdan chiqqanlar. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz muntazam to'lov olib kelayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz o'z joyida bo'lsa, kartangiz faol bo'lsa, maqomingiz o'zgarmagan bo'lsa, har oy belgilangan summa tushayotgan bo'lsa, siz shunchaki tushumni tekshirib qo'yishingiz kifoya. Qo'shimcha pul tushmasa, bu sizdan nimadir olib qo'yildi degani emas, ehtimol. Sizda oldingi oylar bo'yicha qarzdorlik yoki qayta hisoblash yo'q. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat 3 oylik degani doim aynan 3 ta to'liq oy summasi degani emas. Ba'zan bu 2 oy va bir necha kunlik farq bo'lishi mumkin. Masalan, huquq 1500dan boshlangan bo'lsa, iyun uchun to'liq emas, qisman hisoblanishi mumkin. Odam esa menga 3 oy to'liq berish kerak edi deb o'ylaydi. Aslida hisob-kitob kun.
oy yoki belgilangan tartib bo'yicha qilinadi. Ikkinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lov bilan asosiy to'lovni aralashtirmang. Bank kartangizga 1 million 2 ming so'm tushdi deylik. Siz avval har oy 400 ming so'm olar edingiz. Darrov menga 3 oylik qo'shimcha tushdi demang. Balki bu bir oylik asosiy to'lov oldingi oydan qolgan qarzdorlik va qayta hisoblangan farq yig'indisi bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l. To'lov varaqasi, SMS tafsiloti yoki mas'ul tashkilotdagi hisob-kitobni ko'rish. Uchinchi nozik jihat bank kartasi muammosi. Juda ko'p odamga pul tayinlangan bo'ladi, lekin karta yopiq bo'ladi, muddati tugagan bo'ladi, karta boshqa bankka o'zgargan bo'ladi yoki ism familiya mos kelmaydi. Natijada odam menga pul bermadi deydi. Aslida pul qaytib ketgan yoki to'lov ushlanib qolgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa keksa ota-onalar, pensiya oluvchilar va nafaqa oluvchilar kartaning amal qilish muddatini tekshirishi zarur. To'rtinchi nozik jihat daromadlar masalasi. Kam ta'minlangan oila sifatida yordam olayotganlar uchun daromad juda muhim. Agar oilada kimdir rasmiy ishga kirsa, avtomobil, ko'chmas mulk yoki boshqa daromad manbasi bazada ko'rinsa, to'lov rad etilishi yoki to'xtashi mumkin. Ba'zan odam bu mashina meniki emas, akam nomiga rasmiylashtirgan deydi. Lekin tizim hujjatga qaraydi. Hujjatda sizning nomingizda bo'lsa, bu sizning aktiv sifatida ko'rinadi. Shuning uchun har qanday rasmiy mulk va daromad ijtimoiy to'lovga ta'sir qilishi mumkin. 5-chi nozik jihat yashash manzili. Oila bir tumanda ro'yxatda, boshqa tumanda yashaydi. Ariza bir joyga beriladi, bolalar boshqa joyda o'qiydi. Mahalla ma'lumoti boshqacha chiqadi. Bu ham kechikishga olib keladi. Ayniqsa ijara uyda yashaydigan oilalar, boshqa viloyatdan ko'chib kelganlar, vaqtincha ro'yxatda turganlar ehtiyot bo'lishi kerak. 6-chi nozik jihat firibgarlik. Hozir 3 oylik pul chiqdi. Kartangizni yozing, SMS kodini yuboring, sizga yordam beramiz deydiganlar ko'payadi. Men buni qat'iy aytaman. Hech kimga karta parolini, SMS kodini, bank ilovasi kodini bermang. Hech bir rasmiy tashkilot sizdan Telegram orqali SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir pul tushirish uchun oldindan to'lov qiling desa, bu ham shubhali. Ijtimoiy to'lovlar uchun pora xizmat haqi yoki tezlashtirish puli talab qilinmasligi kerak. Rasmiy yo'l bilan murojaat qiling. 7-chi nozik jihat. Qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan xato. Qo'shningizning oilasida 4 bola bor, sizda 2 bola bor. Qo'shningizning rasmiy daromadi yo'q. Sizning oilangizda bir kishi rasmiy ishlaydi. Qo'shningiz arizani mayda bergan, siz iyulda bergansiz. Qo'shningiz nogironlik bo'yicha qayta hisob olgan, siz esa oddiy bolalar puli olayotgandirsiz. Shuning uchun boshqalarga qarab xulosa chiqarmang. Har bir oila bo'yicha hisob alohida. 8-chi nozik jihat hujjatdagi bitta kichik xato katta oqibat beradi. Masalan, bolaning tug'ilgan sanasi noto'g'ri kiritilgan, pasport seriyasi xato yozilgan, JSH raqamida bitta raqam almashgan, familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin bank kartida eski familiya qolgan. Bularning hammasi to'lovni kechiktirishi mumkin. Odam esa muammo katta deb o'ylaydi. Aslida bitta ma'lumotni tuzatish kerak bo'ladi. 9-chi nozik jihat to'lov kelmagan bo'lsa ham darrov janjal qilishga shoshilmang. Avval sababini aniqlang. Tizimda rad javobi bormi? Ko'rib chiqish davom etyaptimi? Bankdan qaytganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Muddat tugaganmi? Shuni biling. Chunki mas'ul xodim ham aniq ma'lumotga tayansa sizga yordam bera oladi. Hamma o'lyapti. Menga ham bering degan gap huquqiy asos bo'lmaydi. Endi aniq harakat rejasini beraman. Agar siz avgustda 3 oylik qo'shimcha to'lov olamanmi yoki yo'qmi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, quyidagi qadamlarni bajaring. Birinchi qadam, qaysi to'lov haqida gap ketayotganini aniqlang. Pensiyami, nafaqami, bolalar pulimi, moddiy yordammi, ish joyidagi ustamami, stipendiyami yoki boshqa kompensatsiyami? Har birining mas'ul tashkilotiyati boshqa bo'lishi mumkin. Pensiya va ayrim nafaqalar bo'yicha pensiya organlari yoki ijtimoiy himoya tizimi. Bolalar puli va moddiy yordam bo'yicha mahalla hamda vakolatli organlar, ish haqi bo'yicha esa ish beruvchi va buxgalteriya javob beradi. Ikkinchi qadam, arizangiz sanasini tekshiring. Qachon topshirdingiz? Qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjat, SMS, elektron ariza raqami yoki mahalladagi qayd mavjudmi? Agar siz men iyunda aytgandim desangiz, lekin rasmiy ariza avgustda kiritilgan bo'lsa, hisob avgustdan boshlanishi mumkin. Shuning uchun og'zaki murojaat bilan rasmiy arizani farqlang. 3-qadam, qaror sanasini va to'lov boshlanish oyini so'rang. Bu juda muhim. Mas'ul xodimdan shunday deb so'rang. Mening to'lovim qaysi oydan tayinlangan? Oldingi oylar uchun qayta hisob bormi? Agar bo'lsa, qaysi oylar uchun? Shu savollarni aniq bering.
Shunisi oylik summa bor yo'qligini taxmin bilan emas, hujjat asosida bilasiz. 4-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta faolmi? Muddati tugamaganmi? Hisob raqam to'g'rimi? Karta o'zingizning nomingizdami? Agar karta almashtirilgan bo'lsa, yangi karta ma'lumotlarini tegishli tashkilotga yetkazing. Bank ilovasida tutishim tarixini ko'ring. Ba'zan pul tushadi, lekin odam SMS ulanmagan bo'lgani uchun bilmaydi. Ba'zan esa karta qarzdorlik, kredit yoki aliment bo'yicha avtomatik yechib olinadi. Buni ham bankdan aniqlash kerak. 5-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta, shir, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrashganlik haqidagi hujjat, oila tarkibi bo'yicha ma'lumot, nogironlik xulosasi. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, bank karta rekvizitlari, ish joyidan daromad ma'lumoti yoki ishsizlik holatini tasdiqlovchi ma'lumot. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun mas'ul idoradan aynan sizning holatingiz uchun kerakli hujjatlarni so'rang. 6-qadam, agar rad javobi bo'lsa, sababini yozma yoki rasmiy shaklda oling. Sizga tushmaydi degan umumiy javob yetarli emas. Nima sababdan tushmaydi? Daromad oshib ketganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Ariza muddati tugaganmi? Bank hisobida muammo bormi? Oila tarkibi mos emasmi? Sabab aniq bo'lsa, uni tuzatish mumkin. Sabab noaniq bo'lsa, odam oylar davomida bekorga kutadi. 7-qadam, qayta murojaat qilishdan qo'rqmang. Agar hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, siz haqiqatan ham to'lovga haqli bo'lsangiz, lekin tizimda xato bo'lsa, rasmiy murojaat yozing. Murojaatda ism, familiyangiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, ariza sanasi, qaysi to'lov bo'yicha murojaat qilayotganingiz, muammo nimada ekanini aniq yozing. Masalan, men bolalar puli uchun 2026 yil iyun oyida ariza topshirganman. Qaror avgustda chiqqan. To'lov va qaysi oydan hisoblanganini va oldingi oylar uchun summa mavjudligini tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 8-qadam, muddatlarni kuzating. Ko'p to'lovlar ma'lum muddatga beriladi. Muddat tugashidan oldin hujjatlarni yangilash kerak bo'lishi mumkin. Masalan, bolalar puli tugashiga yaqin qayta ariza berish. Nogironlik bo'yicha qayta ko'rikdan o'tish. Talaba farzand uchun o'qish joyidan yangi ma'lumotnoma topshirish kerak bo'ladi. Kechiksangiz to'lov uzilib qoladi. Keyin uni tiklashga vaqt ketadi. 9-qadam. Oila tarkibidagi o'zgarishlarni yashirmang. Farzand tug'ilsa, kimdir ishga kirsa, kimdir vafot etsa, ajrashish yoki nikoh bo'lsa, yashash joyi o'zgarsa, bu ma'lumotlar keyin baribir tizimda chiqadi. Agar noto'g'ri ma'lumot asosida pul olinsa, keyinchalik ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun boshida to'g'ri ma'lumot berish eng xavfsiz yo'l. 10-qadam, xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Telegramdagi noma'lum kanallar, tanish bilishlarning gapi hamma o'lyapti degan mish-mishlar yetarli asos emas. Rasmiy veb-saytlar, davlat xizmatlari portali, mahalla mas'ullari, ijtimoiy himoya yoki pensiya bo'yicha vakolatli organlardan tekshiring. Agar xabar haqiqatan ham yangi qaror asosida bo'lsa, unda shartlari kimlarga berilishi, miqdori va muddati rasmiy tushuntiriladi. Real hayotdan yana bir nechta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. Pensioner ota har oy 9 ming so'm oladi. Avgustda 1.400.000 so'm tushdi. U menga 3 oylik qo'shimcha tushdi deb o'yladi. Tekshirsa, aslida pensiya miqdori qayta hisoblangan va oldingi 2 oy uchun farq qo'shilgan ekan. Demak, bu 3 oylik yangi yordam emas, qayta hisob natijasi. Ikkinchi vaziyat, ona bolalar puli uchun ariza bergan, avgustda pul tushmagan. Qo'shnisi esa olgan. Tekshirsa, onaning turmush o'rtog'i nomida rasmiy daromad ko'rinib turgan. Shuning uchun ariza rad etilgan. Bu yerda qo'shnim oldi degani ahamiyatli emas. Oila daromadi mezonga mos kelishi kerak. 3-vaziyat, nogironlik bo'yicha nafaqa oluvchi fuqaroning karta muddati iyulda tugagan. Avgustda to'lov chiqdi, lekin kartaga tushmadi. U idoraga bordi, yangi karta rekvizitini berdi. Keyingi to'lovda ushlanib qolgan summa ham tushdi. Demak, muammo huquqda emas, bank rekvizitida bo'lgan. 4-vaziyat, boquvchisini yo'qotgan oilada farzand 12 yoshdan oshgan. Lekin kollej yoki universitetda o'qishini tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida berilmagan. To'lov to'xtagan. Keyin ma'lumotnoma topshirilgach, qaysi sanadan tiklanishi alohida ko'rib chiqilgan. Bu holatda ham vaqtida hujjat topshirish juda muhim. 5-vaziyat, xodim 3 oy davomida ustama olmagan. Avgustda bir yo'l oldi. U buni davlat qo'shimcha to'lovi deb o'yladi. Aslida bu ish joyidagi ichki buyruq bo'yicha kechiktirilgan ustama bo'lgan. Shuning uchun pullarning
pullarning manbasini ham bilish kerak. Davlat ijtimoiy to'lovi, pensiya fondi, mahalla orqali yordam, ish beruvchi yoki boshqa jamg'arma. Demak, avgustdagi 3 oylik qo'shimcha to'lov hammani birdek qamrab oladigan umumiy pul emas. Uni asosan huquqi avvalroq paydo bo'lgan, lekin to'lov kechikib tayinlanganlar, qayta hisoblanganlar, hujjati tiklanganlar yoki oldingi oylar uchun qarzdorlik hisoblanganlar olishi mumkin. Eng muhimi, siz o'zingizning to'lov turi, ariza sanasi, qaror sanasi, bank rekviziti va hujjatlaringizni tekshirishingiz kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugun qartangizni, arizangiz holatini va hujjatlaringizni tekshirib qo'ying. Agar pul tushmagan bo'lsa, sababini aniq so'rang. Agar sizga qo'shimcha to'lov tushgan bo'lsa, u nimaning hisobidan tushganini bilib oling. Shunda keyingi oyda kutilmagan muammo bo'lmaydi. Sizlarda savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi to'lov bo'yicha kutyapsiz? Qachon ariza bergansiz? Avgustda pul tushdimi yoki yo'qmi? Men imkon qadar umumiy qoidalar asosida yo'l ko'rsatishga harakat qilaman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday xabarlarni vaqtida bilgan odam pulini ham, vaqtini ham, asabini ham tejaydi.